Çünkü biz Allah'ın izleyetkenimiz yok. Allah'ın biz işimiz bo'layotganimiz yok. Allah'a borayotganimiz yok. Allah'ın eshigini taqillayotganimiz yok. Qanday Allah bizni tanisin? Allah bizga yaratib qo'ydi mana. Jannati jahannam, mol dunyo, dunyoning ichidagi obro'yu podshohliklar, oltin kumushu, bola chaqayu nimaga kerak bo'lsa hammasini yaratib qo'ydi. Shu narsaning hammasini sening uchun yaratib qo'ygan sen Xudoning izladingmi? Eshigini taqillatib qo'ysan, nima deb tanish kerak? Birovni eshigi taqillasang, men palonchiman, sizga keldim, menga endi bir narsa berib turing, men sizga muhtoj ekanmiz. Sen taniydi. Borib taqillar bir narsa so'ramasang, nima deb tanish keraksan dedi. Sen so'ramasang ham so'ramaydi bilmasang, senga berib tashladi Alloh taborak. Sen ishimiz rahmatingga ayt. Он оставил перед. Меня сказал мне, кто ты, кто я. Вот это было. Huzurda olib bordi, sen kimsan? O'ltimman deb aytdi. Bu so'zga bir tushunchalar saqlab qo'ydi. Biz maxluqmiz, Alloh yaratuvchidir. Qisqachasi shu, Alloh yaratuvchi. Maxluq yaratuvchiga doim muhtoj. Maxluq doim yaratuvchidan abad istifoda qiladi. Siz Alloh taborak taologa bo'layotgan muhtojligingiz biror bir soniya to'xtamaydi. Sizga havo kerak emasmi? Sizga aql kerak emasmi? Sizga ko'z, quloq kerak emasmi? Jasad kerak emasmi? Bular hammasi Allohning ismi sifati. Hayot, qudrat, ilm, eshitish, ko'rishlik, ibodat, taqviyat 99 sifatlarni hammasiga biz muhtojmiz. Sen hech qaysiga muhtoj emasman deb sen ayta olmaysan. Sen uni aytishga qodir emassan. Alloh yaratuvchi, biz muhtojmiz. Maxluqmiz, yaratganmiz. Doim deb so'radi. Sen kimsan? Men kimman? И видел солнце, луну, звезд, все светило. И он сказал, osmon, yer, yulduzlar, hamma yorug'lik narsalarni ko'rsa. Menga aytdi, не осталось света в течение моего моря, кроме того, которого ты увидел. Bu olamda men yaratgan dengizimda men yaratib qo'ygan yorug'liklardan biror bittasi sen ko'rib turgan va men yaratgan yorug'liklardan qolmasin. Hammasini ko'rdim. И пришла ко мне всякая вещь, так что не осталось ничего. Hamma narsa menga hozir bo'ldi. Biror bir narsa qolmadi menga. Смирилась передо мной. Hammasini kelib taslim. Shundan men foydalandim. Hammasini bizga taslim qo'ydim. Осталось на волю мою. Va ular hammasi meni ixtiyorimga berdi. Остановился в тени. Va ular hammasi ko'rinmas bir soyani tagiga kirdi. И сказал мне. Он menga aytdi, ты знаешь меня? Я тебя не знаю. Sen beni ko'rding dedi. Ben bilmiyorum, seni ko'rmadim. Ben seni tanımadım dedi. Çünkü biz Allah'ın izleyetkenimiz yok. Allah'ın biz işimiz bo'layotganimiz yok. Allah'a borayotganimiz yok. Allah'ın eshigini taqillayotganimiz yok. Qanday Allah bizni tanisin? Allah bizga yaratib qo'ydi mana. Jannati jahannam, mol dunyo, dunyoning ichidagi obro'yu podshohliklar, oltin kumushu, bola chaqayu nimaga kerak bo'lsa hammasini yaratib qo'ydi. Shu narsaning hammasini sening uchun yaratib qo'ygan sen Xudoning izladingmi? Eshigini taqillatib qo'ysan.
Ana bir şey ben şey. Böyle bir o takılacak ben falançı ben size geleyim ben de bak nasıl bir yaptırayım oradan bir size gidecek ama sen kendin de dedin. Bağırın takıları bir sorulmasa ne hep tanış gerekse ne? Sen sorulmasa yani sorulmayı da bilmezsen sen bir yapacak Allah da bağırır. Sen işimiz rahmetinle et. İyimiz de yani. И увиделся весь, они связаны с моей одеждой, но не связаны со mной. И он сказал, я şöyle kurdum da hemmesi benim kiyimimge bağlı baktım. Menge bağlı bo'layotgan. Yani sen moddiy ko'rinishingga hammasi bog'liq bo'lib turibdi-yu, ammo birorta sening qalbingga bog'lanmay turibdi. Senga bog'lanmay turibdi. Sen Alloh taborak taoloning ism sifatlaridan bo'lgan javharingga bog'lanmay turibdi. Payg'ambar nuridan bo'lgan javharingga bog'lanmay turibdi. Ism sifatlardan bo'lgan javharingga bog'lan, arsh olamiga bo'lgan javharingga bog'lanmay turibdi. Ularning hammasi boyagi kvant olam, atom, neytron, proton, tuproq, suyuqlar, mana shu moddiy olamga bo'lgan jasadimizga bog'lab turibdilar. Ammo sizning haqiqatingiz Allohning ismi sifat payg'ambar nuriga unga bog'lanmay turibdi. Haqiqatingizga bog'lanmay turibdi. O'sha moddiyatingizga, chunki moddiyatimiz non yeyishingiz kerak, choy ichishingiz kerak, to'y qilishingiz kerak, bola chaqa boqishingiz kerak, uylanishingiz kerak, hayotda rohatini ko'rishingiz kerak. Shunga bog'lanib turibdi degan. Allah sizga. İsmi so'y payg'ambarning o'rni arsh olamiga siz bog'lanmaysiz. И сказал мне, это мое почитание. Пусть mening senga bergan hurmatim, hamma narsani berib qo'ydim senga. И склонясь одежда моя, склонились одежда моя, но я не склонился. Mening jasadlarim Allohga sajda qildi. Ammo men sajda qilganim yo'q. Ammo men sajda qilganim yo'q. Sajdadan tayyor bo'laman. Shuni Alloh yaratgan. Sen yaratgan yo'qsan, mana shuni dedi. Tabiatini yaratdi. Shuni ular Allohni tanitib, ammo sen taniydi. Ular hammasi Alloh tavfiqi. Kiyimlarimiz, a'molim. Ammo men sajda qilmadim. И он спросил меня, кто я? Men kimman degan solsa luna zitmilish. Kunu oylarning hammasi o'chib qoldi. Звезды попадали. Yulduzlar to'kilib ketdi dedi. Svetila потухла. Hamma yorug' berib turgan narsa o'chib qoldi. Покрылось ему всю вещь. Qorong'ilik, zulmat hamma narsani egallab oldi. Ro'mani Allohdan boshqalar. Allah'tan başka narsani hamma yo'qotdi. Ikkozim bayinimga ko'zim ko'rib ketdi. O'sha eshitdi. Quloqim eshitmayapti. Ощущением прекратились. Men sezgi hissiyotlarim o'chib qoldi. И заговорила все. Hamma narsa gapirdi. Allohni tanimadi. И сказал всесущий, величайший Господь. Shunda Alloh bilan пришли ко мне всякие вещи. Hamma senga qaytdi. Rukiyo ko'piyo. Uning qo'lida nayza turibdi dedi. И сказал мне, беги. Yugur dedi. Я спросил, куда? Yugur dedi. Men so'radim. Qayerga qaraman? Поди в тьму. Zulmatga tushib ketdi. Tiqil dedi. Я пал в тьму. Zulmatning ichiga tushib ketdi. Video film. Shunda men o'ylab ko'rdim. И сказал мне, va menga shunday dedi. Никогда не смотри ни на что, кроме как на самого себя. Hech narsaga qarama. O'zingdan boshqa hech narsa. И никогда не выходи из тьмы. Hech qachon bu zulmatdan chiqma. Если я выведу тебя из нее, agar men seni shu zulmatdan chiqaradigan bo'lsam, я покажу тебя себя. Shunda men senga o'zimni ko'rsataman. И ты увидишь меня, shunda sen meni ko'rasan.
Если ты видишь меня, то ты будешь дальше всех отделяешь. Agar shunda sen ko'rganda ты видишь меня, shunda ko'rasan. Ты увидишь меня дальше всех отделяешь. Hamma uzoqlardan, hammalarni uzoq oladi. Chunki Alloh taolo hammasini ko'rsatdi-da, hammasini yaratib qo'ydi, maxluqotni hammasini yaratib qo'ydi-da, o'zida hammasini seni ko'rsatib qo'ydi-da. Hech narsa yo'q ekan senda. Alloh yaratgan narsasiga ega bo'ldingda, Xudoning o'zini tanimay turibsan. Buni ko'rsatdi deydi. Hamma narsani